Aziza, bilasizmi? Laziz Rahmatovning Dunyo mamlakatlari kitobi haqida eshitganmisiz? Albatta, eshitdim. Bu kitobni o'qib, chet elga sayohat, pul mukofotlari hamda kitoblar to'plamini yutib olish mumkin. Dunyo mamlakatlari kitobi insonni dunyo bilan tanishtiruvchi, bilim va tafakkurni boyituvchi muhim manbalardan biridir. Shunday ekan, Dunyo mamlakatlari kitobini o'qib, super sovg'alar egasiga aylaning. Tanlovga barcha O'zbekiston fuqarolari qatnashishi mumkin.